Теперь о Казани и так все знают, но теперь узнают все. Kurashımız o bizning halkımızning, milletimizning yaşaw rövüşü. Ömrü boyu kurashamiz. Kimdir o'zi bilan kurasha, hatto kimdir turmush bilan kurasha. Bugun biz kurasha o'zining davlatchiligi uchun deb ayting, o'zining kelajak yozmishi uchun. Ham mana bizga bu bizning milliy kurashimiz xalqimizga kuchli bo'lirga, ham o'zina ishonchli bo'lirga, ham kelajakka niqli odamlar bilan boruv uchun bizga kerak ham bek bo'lishi. Birinchi tag'in aytayim, 20-yillarda bizning o'tgan asrning 20-yilda zo'r saban to'ylari o'tgan Qozonda, uning jinoyatchilari Moskvada chiqish yasaganlar. 40-yilda bizning tarixdan shulay belgili Hafiz Baraza degan etna tug'an Baraza etnaning Baraza o'g'lida tug'an Hafiz Baraza Tatariston chempioni bo'lib qolgan. Ondan so'ng 58-yilda bizning chempionatlar o'tgan. Ondan endi 60-yillardan boshlab bizning yil davomida respublika birinchiligi o'tib
Күрәш тренеры яратмайды биюгә йөргәнне. Биюдән укытучы апа яратмайды көрәшкә йөргәнне. Биюдә мәсәлән классика станокта басып торабыз, хәрәкәтләр ясап, укытучы апа обязательно әйтә: "Сабиров, убери свои борцовские лопатки." Ә көрәшкәндә безнең тренер Рәфәтович Миниханов тертрәй диде Рәфсәбай: "Это тебе не танцы, это тебе не танцы. Борис, давай." дип. Хочу объявить, что игры в РИКС завершились. Всем спасибо участникам этих спортивных соревнований. Аплодисменты нашим спортсменам. Спасибо!